Hech qanaqa ximikatlarsiz va hech qanaqa reklamalarsiz idishlarni yaraqlatib olganimni sizlarga ham ilindim. Onamlarnikiga borgandim, qo'lim qichib hamma idishlarni oqartirgim keldi. Menga bunaqa oqmas, meni shunaqa jigaryan kirsovun kerak bo'ldi. Kirsovunni yarmini maydalab to'g'rab oldim. Shunaqa katta kastrulkaga suv to'ldirib, to'g'ralgan kirsovun, chayni soda, уксус, idish yuvadigan gel solib, уксус reaksiyaga kirishadi. Shuning uchun qo'rqmasdan ikkiga bo'lib sotsanglar bo'ladi. Hamma idishlarni birin-ketin solib joylab oldim. Tuz solish esimdan chiqqan ekan, orasida tuz ham sovardim. Cho'lqinni yuviganinglardan keyin ichiga suv solib, 3-4 martalab qaynatib suvni to'kib tashlasanglar, ichidagi mag'zavalari, ko'piklari ketib, suv ichishga yaroqli bo'ladi. Mana hamma chirklari, qora kuyalari ivib, qo'linglar bilan shundoq qilsanglar o'zi chiqib keladigan bo'lib ketadi. Men gubkada yana bir sidra yuvordim, ishqalab yaxshilab. Ko'proq qoraygan joylarini simchotkada ishqalasanglar ham osongina ketadi. Sizlar uchun bundan ham foydaliroq videolar qilishim uchun bittagina yurakchani qizartirib qo'ysanglar, mehringlardan energiya olardi. Ko'rib turganinglardek hamma idishlar yaraqlab, oy bilan gul bo'ldi. Endi sizlar ham hech qanaqa ximikatlarsiz, zararli vositalarsiz o'zingizlar tabiiy yo'l bilan idishlaringlarni